Assalomu alaykum Cho'chqa kanalining obunachilari. Bugungi bir komplet naborimiz tayyor. Buni o'zimiz Andijonga chiqarib olyapmiz. Ichini tanishtiraman sizlarga. Ichida bitta bolta, 4 ta pichoq hamda nusxati bor. Eng katta pichog'ini ko'rsatishim mumkin. Arrali qilib, soplari tekstalik ishib ketmaydi, yorilmaydigan soplar. Tig'lari zanglamaydigan. Orqalariga ism familiyalarni yozib berdim, yana ko'rishlaringiz mumkin. Orqalarida yozuvlari. Hop, bularni kesib beraman. Juda keskin, behijolat aloqaga chiqarilaveradi. Kichik pichog'i, kichikroq pichog'i. Bundan kesishlarni ko'rsatdim. Eng chiroyli pichoq bu. Teri pichog'i deyiladi. Buni ham kesishlari juda keskin. Eng oxirisi boltani ko'rsataman sizlarga. Bolta o'zgacha dunyo. Juda mehr bilan tayinlangan bolta, ixchamgina. Suvakka, qattiq suvakka umuman qaytmaydigan bolta. Bu nusat videodan bo'lgan. Yaqinroq ko'rsataman. Juda ajoyib mehr bilan tayyorlangan pichoqlar. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.